hech qanday miksirsiz atigi 5 minutda siz bilan bir list pirog qilamiz. Endi meni pirogim o'xshamaydi deyishga hojat yo'q. Hamma narsalarimizni tayyorlab oldik va idishga tuxum, shakar va tuzni solib yaxshilab venchikda aralashtirib olamiz. Shunaqa massa bo'ladi. Ustiga yog' solamiz va kefirni ustiga ilik kabartma yoki chayni sodani solib, uni ham aralashtirib sovuramiz. 2-3 marta aylantirsak bir xil massa bo'ladi va ustiga elangan unni solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Men shunaqa idishga tegini yog'lab sovurdim. Siz xohlagan listingizga solsangiz bo'ladi. Va ustiga bezatish uchun yong'oq va magizlardan foydalandim. Duxovkaga yarim soatga qo'yib yuboramiz va pishib chiqdi. Hidini buni xonamizni shunaqa tutib ketdi. Aytgancha pirog va kekslar bo'yicha полный разборni hadya kanalimizda qilganmiz. Ulam olishni tavsiya qilgan bo'lardim. Полный retsept grammajlarini esa opisaniyada yozib qo'ydim. Oshxonaga umuman kirmagan bo'lsangiz ham o'xshab chiqadi.